yosh ukalarimiz startap qilishgan, bizdan maslahat so'rashyapti. Juda yaxshi, juda zo'r qaror. Biz maslahatni qanaqa beramiz endi? Biz birinchi beradigan maslahatimiz, siz biznesda pulli emas, muammoni yechishga fokus qiling, e'tibor qarating, jamiyatdagi muammolarni yeching. Pul monetization keladi va o'zingizni tayyorlang, ana o'sha valueni, qiymatni bermaguningizgacha pul olmaslikka tayyor turing. Masalan, boshqa ishdan olib kelasizmi yo o'zingizni to'plagan pulingiz bo'ladimi? Xalqqa, jamiyatga o'sha qiymatni bermaguncha pul qidirmang va ana o'sha ishni bajarish davomida kuchli jamoani ham qurib keting. Jamoada sizga ana o'sha siz bilan maqsadni ulashgan odamlar bo'lsin. Kuchli odam bo'lsa yana ham yaxshi, lekin kuchli odamdan ham ko'ra maqsadli odam muhimroq. Chunki kuchli odam o'zicha kuchli-da, lekin maqsad bo'lsa o'zidan ham kuchli bo'ladi. Chunki maqsad odamni o'zidan ham kuchli qiladi, boshqalar bilan birlashtiradi. Shu yana qo'shimcha savollar, konsalting kerak bo'ladigan bo'lsa, masalan AI servis ko'rsatamiz, ba'zilar qilish kerak bo'lmagan startap g'oyalarni qilishadi yoki uni ozgina yaxshilab qo'ysa bo'ladi, ko'p ustiga qurib turib. Services Humblebee AI'da reservation qiling, biz konsalting xizmatini sizga ta'minlab beramiz.